qo'l oyoqlarni kesish vaziyatlari ham yuzaga keladi. Migrendan oldin migren aurasi yoki klassik migren deydi, oddiy migrenlar ham kuzatilishi mumkin. Miyaga qon ketdi degani, demak miyadagi qon tomirlari yorilishi natijasida miyaga qon quyilishiga sababchi bo'ladi. Bu har bitta ota-onaga, ayniqsa onalarga tekkan kasallik desa ham bo'ladi. Tishga kelayotgan har bitta ta'sirni juda ham o'ta sezgir darajada sezasiz. Ya'ni oddagina muz qaymoq yegan holatingiz yoki sovuq suv ichgan holatingizda amputatsiya, ya'ni kesib olib tashlagandan keyin ham yo'q qo'li yoki yo'q oyog'idagi hissiyotlar. Shapka kiymasang meningit bo'lib qolasan, shapka kiymasang gamorit bo'lib qolasan va shu kabi savollar. Assalomu alaykum. Men vrach-nevrolog Dildora To'xtameshova Akfa Medline universitet klinikasida nevropatolog bo'lib ishlayman. Bugungi kunda sizlarni qiziqtirib kelayotgan bir nechta nevrologik savollar va miflarga ilmiy asosga ega bo'lgan dalillar asosida javob berishga harakat qilaman. Qani unda boshladik. Birinchi savolimiz Sevda Mdan kelgan. Nima uchun oyog'im ko'p o'tirsam uvushib qoladi? Uzoq vaqtli o'tirish, ya'ni kompartment sindromi asosida biz o'tirganimizda nerv qon tomirlarida uzoq vaqt bosilishi sababli bizda oyoqlarimizga kelayotgan impuls va qon ma'lum miqdorda kamayishiga sababchi bo'ladi va buning asosida bizda uvushish hissiyoti paydo bo'ladi. Keyingi savolimiz Max Explorer'dan kelgan. Simpatik va parasimpatik nerv sistemasida qanday farqlar bor? Simpatik bu olov, parasimpatik bu daryo, ya'ni sokinlik. Simpatik degani biz qachonki qizishib ketsak, juda ham emotsiyaga berilgan holatlarimizda bizda simpatik ishlab turadi. Parasimpatik nerv sistemasi aynan shu holatda teskarisi, ya'ni tinchlanishimiz, xotirjamligimizni ta'minlaydi. Ammo organizmimiz uchun bizga ikkalasi ham muhim va biz bir me'yorda bitta muvozanatda ushlab turishimiz uchun ham parasimpatik, ham simpatik nerv sistemasini bir-birini qo'llab-quvvatlagan holatda rag'batlantirib muvozanatda ushlab turishimiz kerak bo'ladi. Keyingi savolimiz Kamilov 92 dan kelgan. Nerv signallari qanchalik tez harakatlanadi? Nimaga qo'limni issiq suvga tutib tursam, og'riq qo'limni olganimdan keyin boshlanadi? Impulslar shunaqa sekinmi? Bizda birinchi bo'lib temperatura, ya'ni issiq sovuqni his qiladigan reflekslar tezroq ishlab, keyin og'riq reflekslari shakllanadi. Bu bir necha millisekundlar bilan farq qiladi. Shuning uchun ham siz bu o'rtadagi farqni, ya'ni tafovutni his qilasiz. Keyingi savolimiz Rahil 23 dan kelgan. Qanday qilib miya butun tana harakatini boshqaradi? Savolga ilmiy asos bilan javob beradigan bo'lsak, miya bu albatta bizning dirijorimiz hisoblanadi. Ya'ni tanamizda sodir bo'layotgan har bitta harakatlar, hissiyotlarni biz miya orqali to'g'ri tahlil qilamiz. Masalan, bizda aynan harakatimiz haqida tushuntiradigan bo'lsak, miyani oldingi frontal sohasi, prefrontal, frontal va motor kortekslari bo'lib, o'sha motor kortekslari orqali bizda ixtiyoriy harakatlarimizda harakat qilish markazi joylashgan va bunga kelgan impuls orqali biz harakatni boshqara olamiz. Albatta bu dirijorlik faktorimiz buzilsa, bizda har xil patologik kasalliklar yuzaga kelishi mumkin. Ya'ni xaoslar bo'lishi mumkin yoki misol ko'p uchraydigan tremorlar, ya'ni qo'ldagi qaltiroqlarni kuzatishimiz va shunga o'xshash holatlar bo'lishi mumkin. Keyingi savolimiz Shuhrat 25 dan kelgan. Igna terapiyasi haqiqatan og'riq to'xtatish uchun foyda beradimi? Bu meditsinada akupunktura deyiladi. Nerv oxirlarini igla terapiya, ya'ni akupunktura orqali ba'zan xalq tabobatida ko'p ishlatishgan yoki aynan Xitoy yoki bo'lmasa Koreya respublikalaridan kelgan meditsina xodimlari ko'p qo'llanishini kuzatishimiz mumkin. Buning asosiy ta'sir mexanizmi teri ostida joylashgan endorfin gormonlarini qo'zg'atishga qaratilgan. Ya'ni nerv oxirlarida neyrogormonlar ishlab chiqariladi va bu neyrogormonlarni biz sun'iy ravishda igla orqali ta'sirlantiramiz va shuning natijasida endorfin gormonlari ishlab chiqariladi va oz bo'lsa ham og'riqni kesish, ya'ni og'riqni kamaytirish funksiyasini bajaradi. Albatta men maslahat bergan bo'lardim, akupunktur, ya'ni igla terapiya mutaxassisigagina murojaat qilishingizni, chunki ba'zi bir vaziyatlar bo'lishi mumkinki, buni ta'sirlantiraman deb naborot qo'zg'atib yoki bo'lmasam uni noto'g'ri ta'sirlantirish natijasida biz juda ham ko'p nevrologik boshqa holatlarni ham ko'p uchratib turishimiz mumkin. O'shaning uchun aynan mutaxassisga murojaat qilsangiz juda ham chiroyli natijalarga erishishingiz mumkin. Keyingi savolimiz Turon 2024 dan kelgan. Nimaga doktorga borsam tizzamga bolg'a bilan urishadi? Maqsad meni qiynashmi? Yo'q, albatta, bu biz uchun juda ham muhim bo'lgan nevrostatusingizni to'g'ri baholashga yordam beradi. Faqatgina tizzangizga emas, boshqa reflekslarni ham nevrologik bolg'acha orqali biz tekshirib ko'ramiz. Bu deganiki, sizni bosh miyazdan chiqayotgan 12 juft nervingizda yoki orqa miyadan chiqayotgan har bitta reflekslarda bizga bo'lgan reaksiyasiga qarab, ya'ni giperreaksiya oshib ketgan yoki giperreaksiya tushib ketgan holatlarga qarab to'g'ri tashxislash uchun bitta simptomatik belgi hisoblanadi. Keyingi savolimiz Shahzoda Toshkentdan kelibdi. Nimaga tish og'rig'i juda kuchli bo'ladi? Boshqa organlar bunchalik og'rimaydi-ku?
bizni tishlarimiz 32 ta va ularni boshqaradigan nervlar soni ham shunga yarasha. Ikkinchi masalamiz, tishda bitta dona nerv boshqarmaydi. Nafaqat bu bosh miyadan chiqayotgan 12 juft nerv orqali, balkim orqa miyadan kelayotgan nervlar orqali, simpatik, parasimpatik nerv sistemasi orqali ham boshqariladi. Shuning uchun ham siz birinchi navbatda tishga kelayotgan har bitta ta'sirni juda ham o'ta sezgir darajada sezasiz. Ya'ni oddagina muz qaymoq yegan holatingiz yoki sovuq suv ichgan holatingizda yoki bo'lmasam bironta bir tishingizdagi patologik o'zgarishlar, ya'ni karieslar bo'lishi mumkin yoki infeksiya tushgan holatlarida ham juda kuchli sezgi hissiyoti bilan sezishingiz mumkin bo'ladi. Bu sizda ogohlantiruvchi belgilardan bittasi. Ya'ni tishim og'ridi degani chidash kerak degani emas. Maslahatim albatta stomatolog yoki doktorlarga murojaat qilishni maslahat bergan bo'lardim. Keyingi savolimiz Mohir Novdan kelibdi. Nimaga ayrim odamlar tushida gapiradi? Nima bo'lyapti shu payt miyamizda? Qiziq savol. Menimcha bu holat har bitta insonda hech bo'lmasa umri davomida bir marta xayoliga yoki bo'lmasa hayotida, praktikasida ko'p uchraydigan hodisalardan bittasi. Uyqu sikli aslida 5 ta bosqichda bo'ladi. Uyqu oldi holati, uyqusirash holati, yuzaki uyqu, chuqur uyqu holati hisoblanadi. Agar insonlarda juda ko'p stress holatlarida, vitamin tanqisligi yoki bo'lmasam uyqu buzilish holatlari bo'lsa, shu fazalar mutlaqo buzilganligi sababli ham insonlarda mana shunaqangi uyqu buzilishlarini kuzatishimiz mumkin. Chuqur uyqu holatlarida o'shanda miya va uyqu rejimini kontroli buzilganligi uchun bizda gapirish markazini aktiv ishlashi va uyqudagi gapirish hissiyotlar, ya'ni gapirish holatlarini ko'p kuzatishimiz mumkin. Shuning uchun ham ba'zi bir gipnoz qiluvchi magicianlar deyiladi. Shu fazadan foydalangan holatda gipnoz holatiga tushirib oladida bemorlarda yoki insonlarda. Ularni gapirtirishadi. Keyingi savolimiz Layla Sunshine'dan kelgan. Fantom o'riqlari nima degani? Qo'l oyoqlarni kesish vaziyatlari ham yuzaga keladi va bularda amputatsiya, ya'ni kesib olib tashlagandan keyin ham yo'q qo'li yoki yo'q oyog'idagi hissiyotlar, xuddiki bordek hissiyotlar paydo bo'ladi. Bu miyadagi dominant achaklardan noto'g'ri impuls orqali boshqarilishidan yuzaga keladi va buning natijasida bemorlarda kuchli og'riq hissiyoti bo'ladi. Oyna terapiyasidan foydalanib yo'q qo'liga oyna qo'yamiz va miyani aldashga harakat qilamiz. Ya'ni miyadagi kontrol yo'q qo'liga nisbatan buyruq beradi va ikkinchi bor qo'li bilan xuddi shu harakatlarni bajargan holatda oynada uni aksini ko'radi va miya buni noto'g'ri talqin qilish orqali ozgina bo'lsa ham bemorga yengillik yaratib beradi. Keyingi savolimiz Sharifova 21 dan kelibdi. Migren nima? Oddiy bosh og'rig'idan nima bilan farq qiladi? Migren bu bosh og'rig'ining bitta turi hisoblanadi, ammo oddiy bosh og'rig'idan undagi kechayotgan klinik hissiyotlar orqali butkul farq qiladi. Migren hammada ham uchramaydi. Migren asosan genetik asosga ega kasallik hisoblanib, migrendan oldin migren aurasi yoki klassik migren deydi, oddiy migrenlar ham kuzatilishi mumkin. Farqi shundaki, bunda juda ham kuchli, chidab bo'lmas darajada pulsatsiya beruvchi, hattoki ko'ngillanish, qayd qilish holatlari bilan xurujsimon kechuvchi kasallik hisoblanib, migren bor shaxslar haftani 3 kunida juda kuchli og'riq xurujlari bilan kechsa, ertasi kuniga ma'lum bir vaqtdan keyin butunlay sog'lomlik hissini his qilishi mumkin. Keyingi savolimiz Najimova joydan kelibdi. Yoshim 35 ta, xotiram pasayotganday tuyulmoqda. Ba'zida kecha nima ovqat yeganimni eslolmayman. Alsgeymer kasalligi bormi menda? Bu hozirgi kunda juda ko'pchilikni tashvishga solayotgan savollardan bittasi. Mani xotiram pasaydi, mani diqqatim ketdi, men parishon xotir bo'lib qoldim va shunga o'xshash holatlar. Har doim ham sizda xotira pasaydi degani emas. Tasavvur qiling, 7 yoshli bola maktabga bordi. Popkasini maktabga tashlab uyga qaytdi. Agar siz u boladan popkang qani deb so'raydigan bo'lsangiz, u bola voy, xotiram ketdi, mani xotiram pasaydi emas, maktabda qolganligini aytadi. Bu deganiki bolada xotira pasaydi emas, bunda diqqat buzilishlari bo'lyapti. Bolada hali diqqat to'liq shakllanmaganlik belgisidir. Xuddi shu vaziyat sizda. Oddiygina telefon apparatingiz qayergadir unutib qoldirdingiz yoki qayerga qo'yganingizni eslolmadingiz yoki kimgadir telefon qila olmadingiz. Bu degani xotira buzilishi emas. Bu sizda stresslar natijasida yoki kunlik har qancha raqobatlovchi belgilar, psixologik holatlaringizdan kelib chiqqan holatda diqqat buzilishlari bo'lishi ham mumkin. Buning uchun albatta testlardan o'tgan holatda to'g'ri tashxislab olishimiz kerak. Sizda bu xotirami yoki diqqatmi? Miyaga qon ketib o'lib qolibdi deyishadi. Miyada shundoq ham qon bor-ku. To'g'ri, nafaqat miyada, balkim barcha organlarda qon bor, lekin qon bu qon tomiri ichida. Qon bu to'qimalarda, qon yo bo'shliqda emas. Miyaga qon ketdi degani, demak, miyadagi qon tomirlari yorilishi natijasida miyaga qon quyilishiga sababchi bo'ladi. Biz buni meditsinada gemorragik insult holatlari deb aytamiz. Bu juda ham qo'rqinchli va oxir oqibat natijasi juda ham salbiy oqibatlarga olib keladi. Keyingi savolimiz Zebosh 94 dan kelibdi. Tishim og'riydi tez-tez. Og'riq lekin 1 minutga ham bormaydi. Juda kuchli og'riq bo'ladi. Muammo
muammo tishimda bo'lsa kerak deb tishimni ham oldirdim. Lekin hech nima yaxshilanmadi. Bu og'riq qayerdan kelyapti? Tak, bunaqa vaziyatda Zebo sizga maslahat berardim, nevrolog shifokoriga murojaat qilishdi. Ya'ni тройничный nerv bizda tishlarni ham kontrol qiladigan nervimiz bo'lib, bu 3 shoxli nerv hisoblanadi va tishlarga tarmoq beradi. Ko'pchilik bemorlarimiz tishim og'riyapti deb stomatolog, ya'ni tish doktoriga murojaat qilib, hattoki tishlaridan ham voz kechish holatlari kuzatiladi, lekin og'riq bosilmaydi. Shuning uchun ham nafaqat stomatolog doktori, balki nevrolog nazoratda bo'lib, og'rig'imiz tish yuzasidanmi yoki nevrologik yuzasidan kelyaptimi aniqlashtirib olishimiz kerak bo'ladi va o'shanga mos ravishda davo muolajalarini boshlashni maslahat bergan bo'lar edi. Keyingi savolimiz Amir Fazildan kelibdi. Sovuq tushishi bilan onam boshimga shapka kiygin deb aytaveradilar. To'g'risi sochim prichoskasi buzilib ketadi deb oyim aytganlarini qilmay yuraman. Shapka kiymasam rostdan ham meningit bo'lib qolamanmi? Ha, bu har bitta ota-onaga, ayniqsa onalarga tekkan kasallik desa ham bo'ladi. Shapka kiymasang meningit bo'lib qolasan, shapka kiymasang gamorit bo'lib qolasan va shu kabi savollar. Meningit har doim ham shapka kiymaslik natijasi yuzaga kelmaydi. Buning uchun inson organizmida yoki bakteriologik yoki virusologik qanaqangidir protez boshlangan bo'lsa va biz bu vaziyatda shapka kiymagan, ya'ni profilaktik ishlarni olib bormagan bo'lsak, qon tomirlar to'rayishi va buning natijasida qon tomirlaridagi qon aylanishi kamayishi hisobiga biz virus yoki bakteriyaga sharoit yaratib beramiz va miya pardalarining yallig'lanishiga sababchi bo'ladi. Miya pardalarining yallig'lanishi bu meningitga ochiq eshik degani. O'ylaymanki, bugungi qiziqarli savollaringizga ilmiy ravishda yondashgan holatlarda to'liq javob berishga harakat qildim. Agarda sizda shunaqangi qiziq savollar bo'lsa, albatta kommentariyaga yozib qoling. Biz sizga to'liq ilmiy asosga ega bo'lgan javoblar bilan xursand qilishimiz mumkin. Bo'ldi.